Buxoro jamoasi futbolchilari Bobur Arenani ko'z yoshlar bilan tark etganini hamma ko'rdi. O'yinni butkul o'zgartirib yuborishi mumkin bo'lgan Buxoroning yagona goli hakamlar tomonidan inobatga olinmadi. Bu holat futbol muxlislari tomonidan juda ham ko'p noroziliklarga sabab bo'ldi. Nafaqat buxoroliklar, o'zbek futboliga befarq bo'lmagan har bitta muxlisni bu holat ancha ranjitdi. Muxlislar ko'zi bilan qaraganda bu holat Buxoro jamoasiga nisbatan qilingan nohaqlikdek ko'rinyapti. Ha, muxlislarni tushunish mumkin. Chunki o'zbek futbolida bunaqa holatlar birinchi marta yuz bermayapti. Hakamlar bilan bog'liq muammolar, tushunarsiz belgilangan penaltilar, qizil kartochkalar, VAR bilan bog'liq muammolar, bir xil epizodlarga ikki xil chiqarilgan qarorlar. Umuman olganda hakamlik borasida muammolar juda ham ko'p. O'zi shundoq ham o'zbek futboliga nisbatan qiziqishlar so'nib turgan bir paytda hakamlarning bunday qo'pol xatoliklari faqatgina o'zbek futbolining ziyoniga ishlaydi. Final o'yiniga muxlislarning qiziqishini oshirish maqsadida biletlarga har xil yutuqlar qo'yildi. Shunda ham stadion umuman to'lmadi. Shuning o'zi ham o'zbek futboliga nisbatan qiziqish qaysi darajadaligini ko'rsatib beradi. Ana endi savol: o'zbek futboliga nisbatan qiziqishning bu darajada pastligiga sabab nima? Jamoalarning qoniqarsiz o'yin ko'rsatishimi yoki futbolimizdagi nohaqliklarmi? Kommentariyada o'z fikringizni qoldiring.